o'rtoqlik o'yinlari masalasi. 7tami, 8ta o'rtoqlik o'yiniga imkoniyatimiz bor-a, yanglishmasam, jahon chempionatigacha. 4tami, 4 martacha FIFA kunlari bo'lsa, undan ko'p. 2tadan o'tkazganda ham. Ba'zi qit'alarda jahon chempionati saralashi endi boshlanyapti. Yevropada ba'zilari boshlagan, ba'zilari boshlangan. Yevropa bilan sentyabr boshlanadi. Ular o'sha Norvegiya chiqdi deyarli. Iyun martda tugatadi, shunaqa bo'ladi. Qisqasi mana bunaqa. Hozir aniqini biz bilmaymiz, kim bilan o'ynaymiz, lekin hamma FIFA kunlarimiz bo'sh. Meni eshitishimcha, hali tasdiqlanmagan xabar, hech qayerda rasman o'qimadim. Sentyabrda 2ta FIFA kunida kafa turniri o'tkaziladi. Bizda Toshkentda o'tkaziladi degan gap bor. Ya'ni kafa turniri degani Eron tinch bo'lsa, Eron ham keladi. Agar Eron o'zi qatnashmasa, bu kafa turnirini o'tkazishdan anaqa ma'no yo'q. Ma'no yo'q, to'g'risini aytaman. Chunki nima qilamiz? Bizga nima kerak? Biz Eron bilan hammaga hurmat saqlagan holda, u Eron bilan o'ynashimiz kerak. Agar u bo'lmasa, 2ta o'yin o'tkazadi. 2ta FIFA kuni bor. Oktyabrda 2ta FIFA kuni bor. Noyabrda 2ta FIFA kuni bor. 6ta o'yinmi? Keyin qishki yig'inlar bo'ladi. Menimcha Temur Kapadze bundan foydalanadi. Qanaqadir o'sha klublar bilan kelishgan holda futbolchilarni bir yig'ib qanaqadir anaqa o'tkazadi. Undan tashqari keyin martda FIFA kunlari bor. Martning oxirida unga yig'iladi. Keyin aynan jahon chempionatidan oldin o'quv yig'in mashg'ulotlari bo'ladi. Bu endi ko'p ehtimol Qo'shma Shtatlarning o'zida o'tkazishi mumkin. U yerning ob-havosiga moslashish, adaptatsiya hammasi qanaqadir o'rtoqlik o'yinlar. Endi buni rejasini menimcha assotsiatsiya shug'ullanayotgan bo'lsa kerak, Temur Kapadze bilan birgalikda e'lon qilsa bilamiz endi. Keyin qur'a tashaladi-yu. Qur'a tashalgandan keyin boshqalarni ham talabgoriga aylanishimiz mumkin. Masalan, bizga o'xshab o'ynaydigan qaysi raqib tushsa bizni talashi mumkin. Ispaniya Eronga tushadigan bo'lsa, Ispaniya majbur O'zbekiston bilan o'ynashga. O'zlari chiqishadi. O'tiramiz, yalinishamiz. Mana Argentina varianti ham o'z-o'zidan chiqmayapti-da. Argentina bizga o'xshab jahon chempionatiga chiqib olgan. Aniq guruhida Osiyodan kimdir bo'ladi. Biz ham bo'lishimiz mumkin. Boshqasi ham bo'lishi mumkin, ha. Shuning uchun o'ynashi tabiiy-da. Keyin Argentina Xitoyda turni Xitoyda ekan. Ular pul ishlash uchun ham boshqa uchun o'sha Nikimbayev, Alisher aka yozuvdi. Va O'zbekiston ham agar o'sha joyga boradigan bo'lsa, bundan ikkita tomon ham foyda ko'radi. Tabiiyki Argentina ko'proq foyda ko'radi. Hozir Argentinani uyida bo'ladigan bo'lsa, Argentinani huquqi bo'ladi. Argentina ko'proq foyda qiladi va ehtimol biz to'lamasligimiz mumkin. To'lamasak ham katta gap o'zi, bunday o'ylab qarasam. Bizda bunyodkorda bo'ladigan bo'lsa, 4-5 million bo'lib ketadi agar Messi keladigan bo'lsa. Chunki futbolchiga ham bog'liqda bu narsa. Qaysidir yili o'sha Maradona bilan Messi qo'shilmaganda 400-500 ming bo'lgan ekan. Messi bilan Maradona qo'shilganda 4 barobar 5 barobar oshib ketgan. Maradona murabbiyligida. Bular taklif qilishgan, shunaqa summalarni aytishganda. O'sha tomondan qura ham ko'p narsaga oydinlik kiritadi. Masalan, Braziliya qiziqib qolishi mumkin. Iordaniyani ham talabga, Iordaniyaga ham o'xshab ketamiz deb hisoblaydi-da endi ular hozir Osiyoni. Biz shu fors, arab ko'pazli ustuban yaqin deb hisoblaydi. Endi G'arbiy Osiyo futboliga o'xshash. Iordaniya Eronga ham o'xshaydi futbol. Eron bilan juda o'xshashligimiz ko'p. Ayniqsa Eron futboli, O'zbek futboli juda. Iordaniya ham o'xshashroq. Iordaniya ham biz bilan bir xil futbol ko'rsatadi. Masalan, Yaponiya, Koreya boshqacha, Avstraliya boshqacha-yu, arablar boshqacha. O'sha arablar bu Saudiya, Qatar, Bahrayn, Amirlik, Kuvayt, Omonlar boshqacha. Iordaniya unchalik Iordaniya, Suriya, Iroq bu o'sha biz va Eronga Marokash yaqinroq futbolda, ularniki toza arab futboli emas. Demak, Xitoyda bo'lishi mumkin. Endi buni ko'ramiz hozir oldindan. Mumkin u gap. Lekin men ishonchim komil, aniq FIFA kunlaridan foydalanadi yoki safarda yoki uyda baribir biz o'rtoqlik o'yinlari o'tkazamiz, chunki bu tayyorlov bosqichining bir qismi. Lekin kattaroq jamoalar bilan bo'lishini xohlaydi. Hamma endi iloji yo'q. Anaqa kattalar faqat Osiyo bilan. Yo'q. Hamma o'zi shundoq ham so'nggi yillar tan berish kerak assotsiatsiyaga.
Biz hattoki o'sha Osiyo Meksikalar bilan o'ynadi-yu. Osiyo Kubogiga tayyorgarlik bosqichida Meksikalar bilan o'ynadik, to'g'rimi? Kolumbiya, Meksika Kolumbiya, hamma. AQSh bilan o'ynadik. Undan oldin Kamerun. Senegal, Marokash, Kamerun bilan o'ynadik. Yutdik Kamerun. O'zi oqlar ko'klar o'ynamay qo'yganimizga ancha bo'lib ketgan Sanjar. Faqat shu saralashda o'ynadik-da bir ikkitasi bilan. Lekin men qo'shilmayman bitta fikrga. Faqat biz to'p milliy jamoalar bilan o'ynadik. Yo'q, bu yerda Timur Kapadzening xohishi, uning murabbiylar shtabining o'yinga rejasi juda muhim. Biz Bangladesh bilan o'ynash kerak desak, Bangladesh bilan o'ynashimiz kerak. O'sha rotatsiya uchun kerak. Biz chunki faqat to'plab, mana nima bo'ldi futzal terma jamoamiz. Sanjar, o'tgan jahon chempionati mezbonimiz. Xohlagan jamoa bilan o'ynadik. Braziliyaga ham borib o'ynadik. Necha karra jahon chempioni futzaldan-da. Ispanlar bilan ham o'ynadik, boshqa qildik. Eng pastki natijani ko'rsatdik. Boshqa safardagi jahon chempionatlarimizda yomon natijani ko'rsatdik. Qatar jahon chempionatida nima qilgan bo'lsa biz ham shuni qildik. Qatar ham xuddi shu qildi, shu ishni qildi. Qatar mezbon dedi-da, birovlar pul to'lab Qatar bilan o'ynadi. Nima bo'ldi? Top klublar bilan o'ynadi, hammasidan yutqizdi, futbolchilarning psixologik anaqasi dabdala bo'ldi. Qatar hech bola qila olmadi uyda. O'shaning uchun bu yerda aniq strategiya kerak. Haqiqatan ham bu endi murabbiylarning mahorati. U masalan Argentina bilan o'ynash uchun Argentina bilan o'ynamaslik kerak. Uni taroziga qo'yish kerak. Nima bo'libdi Messi bo'lsa? O'z to'g'ri so'nggi yillar menga Argentina 1 yildan beri yoqmayapti. Qaysi kim bilan o'ynasa anaqa qilib yuradi. Ko'chaning bolalariga o'xshab ishkal qilib, razbor qilib, sen bilasanmi, biz jahon chempion. Ulardan ham oldin kimlarda jahon chempion bo'lgan. Yo'q, Messi ham yurishi anaqaga o'xshab, mafiyozga o'xshab. To'g'risi, hozir Miamida qilishyapti shu ishni. Argentina bilan o'yin bizning milliy jamoamizga naf tegadigan bo'lsa o'ynaylik. Uning nimaning ham shaqir-shuquriga ishqibozmiz deydi-yu, nomiga. Va obro'siga. Qo'shnilarimiz bosh murabbiyi tomonidan aytilgan gapga o'xshab qoladi. Mana biz Mbappe bilan o'ynayapmiz. Kerak emas bizga. Kelyapti, lekin qanday kelyapti? O'zlari tanqid qilishyapti-yu, shunaqa o'ynayverib, biz avtobus terma jamoa tashkil qilib oldik o'zimizga dedi. Ya'ni butunlay yotib o'ynaydigan, bu juda yomon dedi. Odam yaxshilar bilan, kuchlilar bilan o'ynayverib, Lichtensteinlar shunaqa bo'lib qo'yanda. Mayda davlatlar bor-ku. Lyuksemburg, Lichtenstein, Andorra, San u intervyusini Belarusga yutqizgan payti aytib turibdi-da. Grandga emas. Ligada.